Ben Nurcanov, Kamil Nurcanov Osman, Xalqaro Altın Miras Jamg'armasining Xorazm viloyat bo'limi rahbariman. Mana shu sohada, mana shu ishda 30 yildan beri harakat qilib, shuni to'plab, shu narsalarni xalqimizga yetkazib berish uchun xizmat qilyapman. Og'a, sizga bitta savol. Mana shu yerdagi eng noyob eksponat mana toshga aylangan daraxt. Shu haqida ikki oz gapiring. Bizning muzeyimizda toshga aylangan daraxtning namunasi bor. Buni biz 2006 yilda Xorazm Ma'mun Akademiyasining 1000 yillik yubiley arafasida Chirpiqara, Qoraboston hududidagi xarobalarni yonboshidan kavlab topib oldik. Bunday noyob eksponat dunyo bo'yicha faqat 3 joyda, 3 muzeyda bor. Demek birincisi bizde Xorazm'da, ikincisi Sankt Peterburg'da Metallurgiya, Geologiya muzeyida, üçüncüsü Amerika Koşma Ştatlarının Arizona ştatında. Başka joyda bunday noyob narsa yok. Ama bunu biz chet elga yuborib, aniqlatib, analiz tahlil qildirib, shu yerga qo'yibmiz. Xudo xolasa bu eksponat yangi ko'chib o'tadigan Avesta Lazgi muzeyiga nodir eksponat bo'lib ko'chiriladi. Endi og'a, buni masalan haqiqatan ham juda qadimiy shu toshga aylangan daraxt ekanligini isbotlovchi chet el mutaxassislari, o'zimizning mutaxassislarning fikrlari olindimi, o'rganildimi? Bor. Toshkentdagi geologiya, mineralogiya muzeyi ve şuradaki geolog olimlar hem Moskva, Sankt Peterburg'dagi olimlarning xulosalari hem Berlin Devlet Üniversitesi'ndeki ekspertlerinin xulosasi bilan buni yoshi Euro davriga, ya'ni 85-90 milyon yillarga teng ekanligi aniqlandi. Yo'q, qarang. Bu olovda yonmaydi. Bu buni arrach kesib ola olmaydi. Shunday noyob, nodir narsa. Hozir ham mana tomoshabinlarga ko'rsatdik, mana qarang. Qadrli yurtdoshlar, mana demak, ko'rinishmi daraxtga o'xshab turibdi mana. Lekin toshga aylangan, mana toshni urib ko'ramiz, qarang mana hozir. Mana demak, yurtimizdagi eng noyob qadimiy eksponat desak bo'ladi. Katta rahmat sizga, salomat bo'ling og'a.